Endi qancha azob ko'rish va qanday kunlar insonni ozgina umrida qanday isroqlari bo'lishi haqida Ahmad Yasay bobomiz aytib o'tganlar. 120-hikmat. Kullu man alayha fana oyatida dunyodagi hamma narsa foniy ekan. Rahmon surasi oyatlaridan aytib o'tgan, bu dunyoda hammang foniy. Nima qilsang qil deyapti. Bir Xudodan o'zga maxluq o'lar emish. Bir Allohni o'zi qolar ekan. Butun maxluqotlar o'lar ekan. Isrofil surini olib urganida g'uri lahaddan butun maxluq inson uyg'onar ekan, tirilar ekan. 50 ming yil g'uri boshda turganida, andan keyin arosatga so'rg'anida, yalang oyoq, yalang bosh yurganida odam behush hayratda yangliq bo'lar ermish. Avval hisob aylagadir namozingdan, ikkinchi hisob aylagadir tahoratingdan, uchinchi hisob aylagadir halol haromingdan man degan inson hayron qolar ermish. Hisob aylab yuritgaylar mahshar sari, haloyiqlar qalam urgay nochor boray. Muayyan anda ko'rar do'zax norin. Ko'zlar ko'raygan, ko'zlari ko'rar ekan anda do'zax jahannamni. Al-ammoni deb o'kirashmon turar emish. Ya'ni dag'arlab turar ekan, qo'rquv bosar ekan, qilgan ishlari, o'g'irliklari, buzuqliklari, odamlarga zulm qilgani va shu dunyoda foniyda nodon bo'lib yashagani uchun al-amon deb o'kirayishmon turar emish. O'shal vaqtda haqdan kelgay vamtazoul yam. Mo'minlarni ajratib olinglar 59-oyat Yosindan. Mo'minlar ajralib chiqsin ekan. Ahli hushi ketibon qolmag'ay fahm. Tillol bo'lib so'zlayolmay qolar ermish. Nimaga yomonlik qilding odamlarga? Nimaga hukmingni qo'yding? Nimaga mo'minlarni, musulmonlarni aytganini qilmading? Qani o'sha foning derkan Alloh? Nimaga quloq solmading? Nimaga o'g'irlik, moli dunyo tedilab o'zingni maqtab, uylari, koshonalari qurib, pulingni befoyda sarflading? Qani san o'sha chiroyli foning derkan? Yetim yesirga bermay, o'zingga katta pul dollarlarni, pullarini olib, tilloyi oltinlarni olding. Qani o'sha dollarlaring derkan? Nimaga mendan qo'rqmading derkan? Axir hammasi meniki-ku. Ko'rdingmi, hammasi menda turibdi derkan. Seni ololmading-ku derkan mendan. Jumla ummat 120 ming saf bo'lg'aylar. Jumla ummat 120 ming saf bo'lg'aylar. Muhammad sallallohu alayhi vasallamning ummatlari 120 ming saf bo'larkan. Bu yog'i yo'qkan, uni oxiri yo'qkan. Bu yog'ini ham oxiri yo'qkan, 120 ming saf bo'lar. Farishtalar orqasidan bir saf urgaylar. Ayni al-mafr nidosini eshitgaylar. Qochadigan joy qani? Qochadigan joying bormi? Hech qayerga qochadigan joying yo'q. Qochadigan joyning o'zi yo'q. Qochib qutulib bo'lmayin turar ermish. Barcha xalqlar odam ato sari borg'ay. Ey otamiz, endi bizni qo'llagin degay. Nofarmonlik mendan kechdi farzandim degay. Ibrohimga boring deb aytar ermish. Odam ato, men o'zi gunoh bilan yerga tushdim. Alloh buyurgan ishni qilmadi-da, qildim men shu ishni. Men qanday qilib, nima deb aytaman derkan? Ibrohimga boringlar derkan. Borib aytay Ibrohimga odam ato.
shafoat qil bularni san borib halol. Ul ham aytar manda qo'rqib yo'qdir ma'no, Muso sari boring deb aytar emish. Ibrohim hech narsa qila olmas ekan. Ibrohim Halilulloh manda ham yo'q ekan ma'no derkan. Muso degay endi Musoga Ibrohim aytargan Musoga boring manda ko'rib yo'qdir ma'no. Muso sari borgin deb aytar emish. Muso degay Rabbing arin dedi ulkun. Qarang. Bu orada Qur'oni Karim Arafat surasidan 1-oyatdan ishorat qilyaptiki, sizlarga nima deb aytdi? Hijolatdan chiqqani yo'q, hanuz bir bulkun borgin qo'shilib Muhammadga aytur uzrun barcha rasul sari kelar ermish. Muso degay ya Muhammad uring qadam, ummatlarni do'zax ichra bo'ldi atam. Muhammad ham ibo qilib turgay uldam. Muso qo'ymay ikkovlari borar ermish. Tojin olib guzi solib arshga ustida nara tortib yig'lab mana shunaqa kunlar kelar ekan. Nari tortib yig'lar turg'ay o'sha kunda, ya Qodir, ya G'affor deganida, ya Habibim bosh ko'tar deb aytar ermish. Olib keling ummatingiz dargohimga, hisob aylab bag'ishlagay man sanga, dohil etgay man alarni jannatimga, diydorini ko'rsin deb aytar ermish. Qarang, nonko'rlarda shunchalik bilet o'ylab qolaman. Shunday kitob, shunday O'zbekistonga chiqarib qo'yilgan, bular ishonmaydi-da. Bunga ishonmaskan bular. Agar ishonsaydi bular saxovat, mehr, muhabbat. O'sha uchun ham bularga 50 ming yil emas, 500 ming yil azobni tashlarkan Alloh. Nimaga Muhammad ummati bo'la turib ozgina umringda o'g'irlik qilding, boylik to'dalading, foniy maniki deb hukmingni qo'yding, odamlarga zulm istam qilding. Qani shu foniy derkan? Men yo'q qildimmi derkan? Endi sen abadul abad azobda qolasan derkan. İşonmaskanda bular, ha? Faqat zulm. Amerikaga nima bo'lyapti? Amerikaning shoxi bormi? Buncha bular pul yig'izibdi, ha? Jahannam olovini olyapti. Osiycha falloyo degay rahmatimga, dohil etday alarni jannatimga, gunohlarini bag'ishlagay bor sanga, Rasul hurram bo'lib yugurib kelar ermish. Muso bilan Rasul yugurib kelgaylar. Osiycha ummalar yuring degaylar. Gunohini afi qilaylar Qodir haydi, berish ichra oldin solib yurar ermish. Qulochi Ahmad bu qiyomatda andamini daftari qilib haloyiqqa yoydi buni. Ulug' kichik kitoblardan oldi buni, eshitganga duo ta'ma qilar emish. Mana shu ilm o'rgatmagan nodonlar ham shu holatda jazosini tortar ekan. Albatta ular jazosini tortar ekan. Bu haqiqat. Allohumma salli ala Muhammadin Allah ali Muhammad fil avval va oxirin fil malail yamidin. Zamonaviy mana o'qib berdim. Bu zamonga qarab. Chunki og'zini bog'lab, bu qilib yuriysanlar. Lekin ichki dunyongda birrontang Ahmad Yassavining kitobini o'qimayapsan. Birrontang bitta oyatni o'qiy olmaysan. Og'zingni yopganing sen kimga kerak? Og'zingni yopib yuriysan, ochib yuriysan, bu sani og'zing. Lekin sening ichki dunyongda nima bor? Nimalar turibdi ichki dunyongda? Boylikmi? Olisha boyligini.
la'natda o'lasanlar. Allohumma salli ala Muhammad, ya Alloh, oli Muhammad.